Srochniy ish bor ikkita JSB traktorga. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Bu safargi ishimiz JSB traktorga bo'ladi. Ish Sankt-Peterburgda joylashgan. Srochniy ikkita JSB traktorga ish bor. Oylik 150 ming rubldan 160 ming rublgacha. Ish ofitserning oyliklar o'z vaqtida beriladi. Turda oydagor bilan ishlaysiz. Kerak bo'layotgan dokument har doimgidek birinchi navbatda rossiyskiy pravoyez bo'lishi kerak. Patent Sankt-Peterburgda bo'lishi kerak va minimum 1 yillik opitiz bo'lishi kerak. 5 opit ishga ololmaydi. Aytib o'tgandek, rossiyskiy pravoyez, patentingiz va opitiz bo'lsa, har doimgidek ish beruvchilarning nomerini kommentariy va opisaniyada yozib qoldiraman. Bemalol nomerlariga bog'lanib borib ishni boshlashingiz mumkin. Keyin bilasiz, prava xizmatini yo'lga qo'yganman. Hozirda 6-iyunga ekzaminga joy bor. Faqat shoshilamiz, joylar soni cheklangan. Agar sizga spestexnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, pastga WhatsApp nomerimni yozib qoldiraman. Faqat WhatsAppdan bog'laning, shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Hozirda iyun oyiga skidka ketyapti, ya'ni 4 ta kategoriya 45 ming rubl bo'lgan va bepul srazi 5-razryadga ko'tarib beriladi. Bepul obed ham ichida, ya'ni sizni mehmon qilamiz. Mana shu pastdagi WhatsApp nomeriga bog'lanaverasizlar. Prava ekzaminlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Keyin pastki kommentariy va opisaniyaga Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo shu Telegram gruppamga tashlab olaman. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.